farzandim o'xshasin Rasulullohga. Masjidda yangrasin o'g'lim ovozi, shayxlarni yig'latsin bulbul navosi. Rasulim davrini eslatsin zori, Nabiy Sayyidga bolam o'xshasin. Onasi bo'layin shunday ummatni, Robbimdan so'rayman qori dilbandni. Muhammad Amin Ahmad farzandni, Amiral Mu'minimga bolam o'xshasin. Xulqi Qur'on bo'lsin va sunnatga xos. Ertalab uydan chiqib ketasiz. Nima uchun? Nima uchun mehnat qilyapsiz? Ro'zg'orim, bola chaqam, ota-onam deb. Va topayotgan pulingizni qanchasini o'zingizga ishlatasiz? Hech qanchasini. Butun borlig'ingiz o'zingiz kiymasangiz ham, o'g'lim, qizim yaxshi kiysin, birovdan kam bo'lmasin, tengqurlardan kam bo'lmasin deb ota usti yupun bo'lsa ham bolasini yaxshi kiyintirib qo'yadi. Men ishonaman-da, mana shu yerda o'tirgan akalar bor-ku, siz pul topyapsiz, lekin o'zingizga qancha sarf qilsangiz, sizdan ayolingiz o'ziga ko'p sarf qiladi, to'g'rimi? Sizdan ko'proq kiyimga pul sarf qiladi. O'zi uchun erkak kishidan ayol kishi ko'proq pul sarf qiladi. Lekin shu pulni siz topyapsiz. Shuning uchun do'stlaringiz orasida, tengqurlaringiz orasida usti yupun